Atopik dermatit. Video davomida bu kasallikni davolashni o'rganib olasiz. Atopik dermatit asosan bolalarda uchraydigan terining surunkali yallig'lanishli kasalligi hisoblanadi. Bunda bolaning yuzida, tirsagida yoki tizzasida bolani qitishib, qizarib bezovta qiluvchi hosillar paydo bo'ladi. Kasallikning davosi: bola terisining qizargan sohalari doimo nam bo'lishini ta'minlang. Masalan, Bepanthen maza yordamida. Ikkilamchi infeksiya tushib, teri yiringlab ketishini oldini olish uchun furatilli iliq suvdan foydalanishingiz mumkin. Bola qichishishdan, kechasi bezovta bo'lib chiqishini oldini olish uchun antigistamin dori vositalaridan foydalaning. Masalan, Zodak yoki Finistir kapli. Ichak florasini allergenlardan tozalang. Masalan, Panisort yordamida. Davolash davomida allergiya beruvchi mahsulotlar yoki buyumlardan bolani uzoqroq bo'lishini ta'minlang. Dorilarning dozalarini vrach bilan maslahatlashing. Sababi bitta dozani hamma bola uchun bir xil qilib aytib bo'lmaydi. Dorilarning dozalarini necha mahal va qancha kun ichilishini ommaga chiqib aytish noto'g'ri. Sababi hamma bola har xil. Uning ustiga ushbu dorilarga nisbatan ayrim bolalarda qarshi ko'rsatmalar bo'lishi mumkin.